Bugun sizlar bilan yana yangicha rubrika Dildora Tojiboyeva haqida gaplashamiz. Men 18 yoshimda turmushga chiqqanman. 19 yoshimda katta farzandim, qizalog'imni dunyoga keltirganman. Ikkinchi farzandimni 21 yoshimda dunyoga keltirganman. Oilada 3 qiz va bir o'g'ilmiz. Eng katta farzandman. Men oilada o'qimagan yagona farzandman. 18 yoshimda iqtisodiyot universitetiga topshirib, Kiromi turmush o'rtog'imga turmushga chiqqanman. Hisoblab ko'ringlarchi, bu yil turmushga chiqqanimga 18 yil bo'ladi. Shunda nechinchi yil turmush qurganman deb o'ylaysizlar? Seryozni bo'lish bilan yarashmas ekan menga. Xo'sh, bu sohaga qiziqishim turmush qurganimdan keyin boshlangan. 15 yil qizlar, 15 yil shu sohadaman. Televideniyalarda chiqqanman, ko'pgina efirlar, kimlardir aytgan yerdan chiqib qolgan qo'ziqor emasman. Malakali, optniy vizajist, koloristman. Prosta sizlar meni endi ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Chiqqan ko'rsatuvlarimdan qaysi birida siz meni ko'rgansiz? Kommentariyada yozib ketarsizlar. O'zim haqimdagi ma'lumotlar hozircha shu. Hammasini ochib tashlasam, meni kutmay qo'yishinglar mumkin. Xo'sh, men haqimda yana nimani bilmoqchisizlar? Kommentariyada qoldiringlar. Hozircha